Assalomu alaykum. Usta bolaning kanalining ashaddiy kuzatuvchilari. Mana mayt pardoz bo'lgan, mana maytdan buyog'i. Usta bolaning kanalining ashaddiy kuzatuvchilari akalarim. Chiroyli chiqibdimi, xudo xolasa. Xullas, usta bolaning ashaddiy kuzatuvchilari shunaqa ishlarimiz. Xudo xolasa chiroyli bo'ldi degan umiddaman. Sizlar ko'rib baho berasizlar. 10 dan 5 gacha demayman men, prosta endi. Chiroyli chiqdi xudo xolasa. Bu xonadon yo'qmi? Xudo xolasa qulog'i tegadi. Yana tegagan. Bunga necha deysizlar? Mashtagini olib qo'ydik biz. Go'zal qilib xudo xolasa. Pechkamiz o'ta go'zal. Evlarni ko'ryapsizlar. Chiroyli qilib qildik bu joylarni. Chiroyli chiqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Mana oyitni ko'rasizlar. Biz g'ishlarni to'ldirib qo'ydik. Akalar. Hali endi suvalarni mayatini suvab pardoz qilib qo'yamiz. Mana qanot qo'ydik. Mana bu gubkada aylantirib qo'yamiz akalar. Bunday gubkada aylantirib qo'ysak, silliq bo'lib qoladi akalar. Gubkada chiroyli qilib kaminaga o'zlari boshqa o'zlari bilasizlar, mana gubkada aylantirib qo'yamiz akalar. Gubkada aylantirsak tinch chiqadi. Ko'rasizlar, gubkada aylantirilgan hamma yo'q. Gubkada sifatli chiqaveradi gubka. Gubka deyiladi. Tak o'zimiz tilda anjan chevasida aytadigan bo'lsak, machalka. Rus tilida aytadigan bo'lsak, gubka deyiladi, to'g'rimi akalar? Akalar, usta bolaning kuzatuvchilari hali ham 524 suvoq bo'yicha telefon qilaverasizlar. Hali shu raqamlarimiz o'zgargani yo'q. 99lik lekin kodi. 90ligini 99 ga qilib qo'ydim.